Qor ko'chkisi xavfi sababli Qamchiq dovoni avtomobillar harakati uchun vaqtincha yopildi. Bu haqida Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, 12 fevral kuni soat 13:00 dan A373 xalqaro avtomobil yo'lining Qamchiq dovoni qismi avtomobillar harakati uchun vaqtincha yopilgan. Ayni daqiqalarda Favqulodda vaziyatlar vazirligi rahbarligida tegishli tashkilotlarning mutaxassislari tomonidan keng ko'lamli profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Qamchiq dovonining qayta ochilishi bo'yicha Favqulodda vaziyatlar vazirligi axborot xizmati qo'shimcha ma'lumot taqdim etadi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining qo'shimcha qilishicha, hozirgi vaqtda avtomobil yo'lining qatnov qismiga xavf solayotgan qor ko'chkilarini sun'iy ravishda tushirish ishlari amalga oshirilmoqda. Qamchiq dovoni yopilgani sababli qo'shimcha temir yo'l qatnovlari yo'lga qo'yildi. Yo'lovchilarni vokzallarga yo'naltirish bo'yicha Favqulodda vaziyatlar vazirligi boshchiligida ishchi guruh faoliyat olib bormoqda.